Albatta, masjidga ibodat uchun qatnashni odatga aylantirgan bandasini Alloh taolo iymon halovati bilan bahramand qiladi. O'ziga yaqin bandalari qatoriga qo'shadi. Bu haqda shunday rivoyat bor. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallohu anhu qol قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فأشهدوا له بالإيمان فإن الله تعالى يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر رواه الترمذي. Agar bir kishini masjidlarga borishni odat qilganini ko'rsangiz, uning iymoni bor ekanligiga guvoh bo'lavering. Alloh taolo o'zining oyatida Allohning masjidlarini faqat Allohga va oxirat kuniga iymon keltirgan kishilargina obod qilurlar degan. Imom Tirmiziy rivoyati. O'zi ishob qilgandan beri g'azal Hormelar yoppasiga. Sizlarga olyapsizlarmi? Yo'q ketyapsizmi? Sen tarafga shunday boramizlar biz? Yo'q, bormaysizlar. Qochinglar. Daftarchilar. 25 bo'lim. Ha, o'sda tur. Yipni yashiringlar. Beringa maqqa qo'ying, maqqa. Ganda olib o'tinglar, ko'tarib surib olmoqchi. Hop, endi anani o'tkazadi. To'g'risi o'tdi. Yo'q, chekmaydi. Ana endi tiklalar endi. Dakansa tiklab yuboraman. Bo'ldimi? To'xtanglarchi. Hammaga yana ko'tarib yurgizib olish. Ana endi mana jiblojbonni qo'yib yuborsa, yipni joyiga. Hormelar akalar. Yoki bo'lmasam boshqa bir hadisi muborakda man bana lillahi baytan walau mafhasa qatatin banallohu lahu baytan fil jannah. Kim Allohning roziligi uchun bir kichik qushni boshi sig'adigan darajada bo'lsa ham masjid qursa, Alloh bunga jannatda bir uy barpo qiladi deganlar. An Abi Hurayra radhiyallohu anhu anin nabiy sallallohu alayhi vasallam qol ahabbul biladi ilallohi masajiduha va abghadul biladi ilallohi aswaquha ravohu Muslimun. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Nabiy alayhissalom Allohga eng mahbub makonlar masjidlardir. Allohning eng ko'p g'azabiga uchragan makonlar bozorlardir dedilar. Imom Muslim rivoyat qilganlar. Bunaqa urib qo'yinglar, mana bunga qaytadi. Salonlardan o'tib qolasizda. O'tkinmi salonda? Ha, o'tdi. Ana birada cho'sni tarqatib ketadi. Yo'lni beraman, bitta chiqqansan-ya. Yo'lar. Ha, men hamma keladi. Boshqa sharmanda qilmasin. Qiz olyapman endi. Qolib ketmasin, ombor, gvozyor.
sekin pitib boryapti mana do'stim, xudo xolasa. Mana zaspga pastga bo'lib qoldi. Uchinchisiga ko'taryapmiz mana, xudo xolasa. Yana ikkita qolyapti. Salonaga ham balandligi mana shu mana. Odam bemalol o'tib ketyapti endi. Bu yon bokovoydagi eshik. Tashqarilari sekin chiroyli bo'lib boryapti. Bittagi buni kolonnalar quyilsa. Aha Murodjon, charchadingmi? Mana do'stim. Dasbek qilyapmiz taylarni. Mana hasharchilar 5-qatorda quyilyapti. Salonlar